Bilmayman. Javob yo'q. Biz hali bir necha 10 metr tepalikka ko'tarilmadik. Yana tepagami? Mana ikkinchi bosqich. Avvalroq aytganimdek, u yanada qiyinroq bo'ladi. Ko'zingdigini yech. Oldingda sen yoshlikda o'ynagan ikkita o'yin bor. Taxta va ustun. Sen ulardan bittasini tanlab boshqa tarafga o'tishing kerak va ustingdagi kamarlarni yech. Yo'q. Yo'q. Agar u qandaydir sabablarga binoan bosqichdan o'ta olmasa, u 30 metr balandlikdan setkaga qarab tushadi. Birinchi bosqichda va 800 mingni kuyadi. Jimmy, o'zingni bos. Bu axir ikkinchi bosqich. Nima deganing? 800 ming dollar yutib olish oson bo'lishi kerak emas. Xudoyim, jigar. Xo'sh, u ustunlarni tanlaganga o'xshaydi. Vah! Uchishiga qarash naqadar qo'rqinchli. Vah! Agar u birinchi ustunga o'tsa, orqaga yo'l yo'q. Kelinglar ko'ramiz, o'tarmikan unga? Bo'pti. Oldinda 800 ming. 3 Pastga qarama. Ortga yo'l yo'q. 2 Ya xudo! Bo'lmak. Bo'l tushib ketma. Iltimos tushib ketma. Iltimos tushib ketma. Udalaysan. Voy bu jinnili. Bilaman bu qiyin, lekin pullar qara mana bu yerda. Davom et. Bunisi uzoqroq ekan. Voy Mak, uzoqroq, qiyinroq. Yo'q. Xudoyim. Mak, sen yarim yo'lga yetib qolding. Sen yutqizganlaringni esla. Yana takrorlama. Mak, sen tushib ketsang yangi ishtirokchi qidirishim kerak. Voy xudoyim. Xo'sh, ozgina qoldi. Xo'sh, uzuna. U yaqinlashdi. Voy, juda zo'r kadr. Iltimos tushib ketma. U juda yaqin. Voy xudoyim. Agar bu psixmak kim deb so'rasanglar, u ikkita oldingi video ishtirokchisi va u ikkala videoda yutqizganiga qaramay, uni butun xalq sevdi. Shuning uchun men unga reabilitatsiyaga imkoniyat berdim. Va bu pullarni butunlay yutib olishi uchun